أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Şeyh Said Ahmed Balamburi rahimahullah yazgan Mabadiyel Usul namlıq bu kitabımızın şu kitabның mukaddimesi bolgan. Endi biz avvalgi dersimizde usul fiqh haqidagi mukaddimani o'tgan edik. Endi bugungi dersimizde şu kitabның mukaddimesini başlaymiz. Bu avvalgi birinci yilliklar üçün tayyorlangan kitap bo'lganligi uchun bunu başlab ketaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Hoş. Musannif rahimehullah deb başladı ki ben bu kitabımni nihayeti merhametlik, rahim, şefkatlik Allah'ın namı bilen başlayman. Her bir hamdü sana alemlerinin Rabbi, Perverdigari bir Allah'a hastur. Duayı salam mursel peygamberlerinin seyyidi. Mursel peygamberlerinin seyyidi diyen gepten yani mursel peygamberlerinin seyyidi olan diye de tabii ki Nebi peygamberlerinin hem seyyidi bulunur diyen gep. Dalaletin nas bilen çıkılır. Yani cimi peygamberlerinin seyyidi boğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi olsun. Ve o zatının ayrı tavabatlarına, barlık sahabelerine olsun. Allah Teala'ya hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e duayı salam yollap boğandan keyin maksat kelsek deydi musannif ta'rifu usulil fiqhi. Yani usul fiqhinin tarifatı deydi. Hoş emdi her kandak bir ilimniki mebdeesi buludu. Bu xuddi şu kitabın üzümü mebadi bolgandek başlanış noktası buludu. Her kandak bir ilim 10 xil narsa ustida nima buludu, tadqiqat elib bolgan 10 xil narsa ustida to'xtaladi. Biz bunu bu asası kaideler deb ataymiz. Kavaid asasiyedir. Bu 10 xil narsa bo'lsa qaysi narsa desa inna mabadi'a kulli ilmin 10. الحد والموضوع والثمرة ونسبة وفضله والوادع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. أنا مش 10 tane mebde. Her kandak bir ilimdeki 10 tane mebde'si var. 10 başlanış noktası, 10 asas kaidesi var, 10 prensibi var. Birincisi had, birincisi ve tarif. Had degende ve tarif. Birincisi her kandak bir kitapta başlaştım burun biz şu 10 tane mavzudun ya hemmesini bilişimiz gerek ya ki köp bir kısmını bilişimiz gerek. Çünkü bu kitap mantık kaidesi uygun halatta mantıklı bir kitap olan buludur. Bu mısa mantıksız bulup kaladı, logiksiz bulup kaladı. Şuna birinci kılıp biz şu kitaptaki umumi cihatın ta'rifini bilişimiz gerek. Birincisi el-haddu degan ta'rif. İkincisi vel mevdu'. Mevdu degan bu bilim mecalul bahs. Nima haqida to'xtaladi degani bilishimiz kerak. Nima haqida tadqiqot olib boradi? Nima haqida tekshirish olib boradi? Nima haqida izlanadi bu kitap degani bilishimiz kerak. Uchinchi qilib samara, summa samara. Samara degani yani bu bilimden nima samara chiqadi? Biz bu bilim o'qigandan bizga nima foyda chiqadi? Mumkindan va nisbatun. Bu bilim qaysi bilimga nisbat beriladi? Bu bilim nimaga nisbat beriladi? Mumkindan bu bilimniki va fadluhu. Bu bilimning fazli. Bu bilimni qanday bu bilimni desak qanday fazilati bor? Mumkindan vel vadi'.
bu bilimni kim yazgan, kim o'tirib qo'ygan desakda. Bu qo'yguchi, eng dastlabda tuzguchi kim, tuzib chiquvchi kim? Val ismu, bu bilimni ismi nima? Ism, atig'i nima, laqabi nima? Val istimdad, bu bilim o'ziniki kuchini nereden oladi? Qaysi manbadan oladi val istimdad? Hukmush shari'a. Shariat bu bilimga qanday hukm qilgan? Shariat buni joiz deganmi, harom deganmi, chek deganmi, qiziq turganmi, farz deganmi? Shariat hukmi nima bu bilimning? Undan keyin masailun. Bu bilimniki masalalar nima? Nima haqida masalasi bor? Masalalar qanday masalalar? Qanday masalalar bor? Mümkün vel ba'du bil ba'di. Şu an 10 tane ba'da bo'ladi. Saq 10 mabda bo'ldi. Ba'zisini bilsak, şu an hammasi bilmasa mu? Ba'zi bilsa mu, yetadi. Agar hammasi bilsa, ajoyib yaxshi. Mana bu shu bizniki 10 xil mabda prinsip qoidamiz. Endi mushu qoida bo'yicha shuning uchun usul Şaşi'nin mukaddemesi dedik. Debde şundakla usul fiqhinin mukaddemesi. Belki usul Şaşi belki kadimki usulda yazılgan. Şunun için şu usul Şaşi toluklu mu yüzsüden dedim bu kitapta. Usul Şaşi'de tarif usul fiqhida başlamaydı. Udullam al-khas debden başladı. Anladın. Usul fiqhi arbaatın debden başladılar. Khas deb başladı. Yani usul fiqhin tariflenmeydi. Aslı kaide bu için logik kaidesi, mantık kaidesi bu için mıqilish kerak çoqum. Dastlabda bu bilimni ta'riflash kerak. Ta'rif muhim. Al-had. Mumkin bu biz ta'rif degan bu had jami' bo'lish kerak. Mushu bilimga aloqador bo'lgan jimi tarmoqlarni ichiga olgan bo'lish kerak. Mani' bo'lish kerak. Bu bilim bilan aloqasi yo'q gaplarni chiqarib tashlash kerak. Va bu bir kitobnikimi o'lchamli kitob bo'lganini qanday bilaymiz? Agar bir odam kitob yozib, usul fiqh haqida kitob yozib, tasavvufdan, aqidadan so'zlab kelsa, uni nima deymiz? Bu kitobda bu nima emaskan, mani emaskan deymiz. Agar usul fiqhniki qoidani bir tushirib qoldirib qo'ysa, buni jami' emaskan deymiz. Xo'sh, endi bu usul fiqhniki ta'rifini qilmoqchimiz bizga. Endi usul fiqhi yana birga cho'ng jihatdan 3 masala haqida to'xtaladi. Cho'ng jihatdan. Birinchisi dalil haqida to'xtaladi, dalil haqida. Yani qancha dalil bor? Bizda bilib kelingan dalil 4. İcma, kitap, sünnet, icma, qiyas. İxtilaf qilingan dalillar bo'lib 20 nechiga boradi. Bizning Hanafiyimizda 10 dan dalilimiz var. 10 dalil. Endi shularniki ba'zilar ixtilof bo'ladi, ba'zilar ixtilof qilmaydi, istihson deymiz. Bundan keyindan qavlus sahabi deymiz. Şer'un men qablana deymiz. Shunday deb 10 dana bizniki Hanafiyimizda 10 dan dalilimiz var boshqa. Lekin muxtalafun fiha mesela. Çünkü hazır yanında okuş başlamalar için bakatlam bu kötüne toxtalib o'tamiz. Birinci muş dalil haqida so'zlaydi. Usul fiqhning birinchi tadqiqoti bu. İkincisi hukm haqida so'zlaydi. Ya'ni mushu dalillardan chiqqan hukm haqida. Hukm haqida so'zlaydi. Va mahkumun mahkumun alayh haqida so'zlaydi. Mahkumun bihiga hukm, mahkum alayh degan mukallaf haqida so'zlaydi. Eng oxirida esa shuncha qilib mujtahid haqida so'zlaydi. Ya'ni mustanbit. Ya'ni shu Qur'oni Karimdan shu dalillardan shu hukmlarni elib chiqaruvchining sifati qanday bo'lsa elib chiqara oladi. Shu mustanbit mujtahid haqida so'zlaydi. Usul fiqhining asosiy tadqiqot o'timish uchi. Birinchisi dalil, ikincisi hukm va ma yata'allaqu biha, uchinchisi halul mujtahid. Mana bu usul fiqh. Mushuni hammani bayon qilgan bo'lsa bu kitobning jami' kitob bo'lgan bo'ladi. Agar buni hammani bayon qilmagan bo'lsa bu kitob jami' bo'lmay qoladi. Endi ma'qulimizdagi bu kitobda mujtahidning ahvolini bayon qilmoqlik. Nima qilsa bu mabda, ya'ni boshlang'ich kitob bo'lganligi uchun. Anladik. Uni bundan keyingi usul Shashida, Nurul Anvarlarda tafsili bayon qiladi. Keyingi kitoblarda. Xo'sh, endi ta'rifi usulul fiqh. Usul fiqhning ta'rifi deydi. فأصول الفقه ما هو تعريف أصول الفقه إن تام سؤال الثاني ده بجاب رمز فأصول الفقه علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية عن الأدلة الشرعية. أصول الفقه ديان فأصول الفقه ديان
ilmun yubhathu fihi. O şundaq bir ilimdir ki, usul fiqh degan bir ilim. Yubhathu fihi anil qavaid. Bu ilimda qoidalar haqida izdinish elib beriladi. Tekshirish elib beriladi. Demak, birinchi nimani bildik? Qoida deganni bildik. Qoida deganni bilsak, lekin bu yerda biz alohida hukmlar haqida izdinish elib bormay ekanmiz. Va hukm elish qoidasini to'xtamizga degan qoida degan prinsip degan gap. Qoida degan gap nimani ko'rsatadi bizga? Umumiy degan gap. Ijmaliy degan gap. Shu ijmalan deb qo'ydi ba'zan yerda min adillatiha tafsiliyya desa fiqhning ta'rifini usul fiqhnikini min adillatiha ijmaliyya deydi. İcmaliyye degan gap mush mana qavoid. Masalan bu qavoid degan gap qanday gap desa, biz fiqhda bomdod namozining hukmi nima deb so'raymiz. Bomdod namozining hukmi desak, salatus subhi fardun deymiz. Bu nima fiqhning hukmi? Mad dalil deb so'rasak, nima deymiz? Faqih deydiki, chunki Alloh taolo aqimus solah namoz o'qiladi dedi. Mumkinidan shuning uchun namoz o'qish farz va bomdod namoziniki alohida Payg'ambar alayhisalom bir vaqt 5 vaqt namoz farz dedi. Shu 5 vaqt namozning birinchisi bomdod namozi deb shuni dalillarni tafsiliy keltirdi. Tafsiliy hadislarni, oyatlarni o'qib turdi faqih. Endi biz nimadan so'rasak, usuliydan so'rasak buni usuliy bunday javob bermaydi. Bomdod namozining hukmi nima desak, usuliy nima deydi? Farz deydi. Bu nima deb farz desa, usuliy nima deydi? Alloh taolo aqimus solah dedi. Lekin u aqimus solah kelmaydi aslida maqsadimiz, lekin aqimus solah degandiki aqimu degan amr. Al-amru lil wujub va nahyu lit tahrim. Amr degan vojib shundir. Amrning hukmi, amr mutlaqning hukmi vojib. Namoz o'qiladigan gap yana Alloh taolaning buyrug'i vojib. Shuning uchun mumdodning hukmi vojib, munda hukm chiqaradi. Ya'ni usuliy bilan faqihniki nimasi tadqiqot usuliy furuqlarga kirmaydi. Usuliy davomli umumiy shaklda, umumiy xarita elib sizni xaritsiz ma'noda faqihchi desa, faqih shu xarita bo'yicha chiqilgan hukmlarni tafsiliy dalillar bilan so'zlab boradi. Uni hukmi bundoq, buni hukmi bundoq deb tafsiliy dalillar bilan. Shuning uchun usuliy ijmoliy hukm ustida so'zlaydi. Davomli. Usuliyniki aqimus solah degan bir oyatdan olmaydi dalilini. Al-amru lil wujub degandikin namoz o'qish Alloh taolo buyurdimi? Farz. Zakat berish Alloh taolo buyurdimi? Farz. Aroq ichishni Alloh taolo to'sdimi? Harom. To'sdi harom. Buyurdi farz deblam hamma hukmlar ichiga kirib ketadi. Farq shu. Buni qoida deymiz. Usul fiqh degan yani anil qawaid allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam al-amaliyya an al-adillat ash-shar'iyya. Shar'iy dalillardan amalga oid hukmlarni istinbat qilib chiqarishga yetkili bo'ladigan qoidalar haqida izdinish elib beriladigan bir bilimdir deydi. Endi qoida deganni bildik. Bu qoida orqali yana biz hukmlarni istinbat qilib elib chiqarish. Istinbat degan gap asli bir narsaning qo'sqidan, batinidan bir narsani chiqarishni istinbat deydi. Ya'ni dalillardan hukm chiqarish degan gap. Dalillardan tahrijul ahkam min al-adilla degan gap, istinbat degan gap. Dalillardan hukm chiqarishga yetkili bo'ladigan qoidalar. Endi bu yerda birinchi blokda bor. Anda adam usul fiqh adam hammasi Qur'on karim dalillardan udul hukm chiqara oladi desa, yo'q, anda emas. Bizniki usul fiqh qoidasida biz faqatlan buni nima qila olamiz? Bu mujtahidning ishi, bu istinbat degan hammadan ish emas. Bu mujtahid ulamolarning ishi. Ammo bizdan nima foydasi biz o'qigandan desa foydasi bor. Biz shuni o'qish orqali bu mujtahid olimlarimiz bu shu hukmlarni munda yo'l bilan chiqarib ekan. Bu hukmlarni munda yo'l bilan chiqarib ekan deganni bilalaymiz. Ammo hozirgi yangi zamonlarda yuz bergan masalalar desa, yangi zamonda yuz bergan masalalar bo'lib qolsa, biz shu qoida bo'yicha hukm chiqaramiz. O'chaqda istinbat agar aynan ijtihadlik, mujtahid mutlaqlik darsiga yetgan bo'lsa, biz bu yangi zamonda yuz bergan qoidalarni shu qoidalarga solishtirib turib hukm chiqaramiz. Buni foydasi shu. Hukm chiqarib bo'lgan masalalar hukm chiqarmasak bo'ladi, hukm chiqib ketmaydi. Endi al-amaliyya dedi. Chunki hukm degan uch xil bo'ldi deb aytilgan. Hukm aqliy, hukm adi, hukm shar'iydir. Tamam, hukm shar'iy. Ahkam shar'iy ikki xil bo'ladi.
biri ahkam şer'i i'tiqadi, yani biri ahkam şer'i ameli. Biri itikadga ait şeriat hükümleri, bu amesi akide bilimleri gidiyor. Yani biri amelge ait şeriat hükümleri, bu fıkıh. Hem de şu amelge ait şeriat hükümleri çıkırış kılıp vardı usul fıkıh. Bunu biz akideyle işimiz yok usul fıkıh biliminde. Hem de anil adillet-i şer'iyye, şer'i delil adındaydı. Çünkü şer'i delil, akli deliller var, adetten çıkan deliller var, şer'i deliller var. Bu şer'i deliller olsa, icma boğan, hemen birlikte muttefak aleyh boğan 4 delil, kalan bizim mezhebimizde 10 delil var. Hemmesi şer'i delil hesaplanır. Hoş, emdim yerden şu kitapta, bu kısaca başlangıç kitap boğalık için, fakat şu muttefak aleyh boğan 4 delilini söyleydim. Bunun iki kitaplarda anladım. Tefsilatıyla söyleyeyim. والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. Emdi şer'i deliller dediğimiz kasidese, şer'i deliller dediğimiz kitap, yani Kur'an-ı Kerim, sünnet, yani hadis-i şerif ve icma ve icma ümmetinin icması ve kıyas. Bu her birine ki müşkin giderselimizde tohtul bitimiz. Kitap diyenleme, sünnet diyenleme, icma kıyas diyenleme diyenleme. Ve mevdu'uhu emdi İbadetin şu ondan mebdanisin birisi ta'rif olgan ama hazır bizga ta'rif düşendirip oldu, ta'rif bulab oldu. Emdi mevdu. El-haddu vel-mevdu thumma sabara diganma. Yani mevdu digan mecalul bahs digan oldu. Mecalul bahs. Bu usul fıkhın nima hakkında izleniyor? Nima hakkında tadqiqat qilib boriladi? Nimani tadqiq qiladi desa? Yani el-adilletu şer'iyyetu min haythu isaliha ila el-ahkamil ameliyye. Yani bizim tadqiqatımız usul fıkhda şeriat delilleri buludu. Şeriat delilleri buludu. Nima cihetten? Şeriat delillerinin bir qancha cihati var. Yani şeriat delillerden itikadiyat çıkıdı, şeriat delillerden ahlakiyat çıkıdı, şeriat delillerden uhraviyat çıkıdı, şeriat delillerden ameliyat çıkıdı, şeriat delillerden kıssalar çıkıdı. Qaysi tarafdan desa, min haythu degan gap, yani asasut taqsim deb qo'yamiz buni. Yani asasut taqsim min haythu isaliha ila ahkamil amel. Yani ameliy hükümlerge, amelge ait bo'lgan şeriat hükümleriga elib boradigan jihat, ma jihatdan tadqiqotini qiladi. Yani hamma bir itiborat, jiq itiboratlar bor. Faqat buniki usul fiqhniki tadqiqot obyekti qaysi taraf desa, biz yani şer'i delillerden amelge ait hükümlerini çıkarış. Şer'i delillerden amelge ait, itikadga ait emas, ahlakka ait emas. Fakat amelge ait hükümlerge elip baradigan qanday qilsak biz ma delilni qanday qilsak ahkam amelilerini alalaymiz, yetib boralaymiz degan mushu jihatda yetimish elib boradi. Ve g'oyatuhu endi usul fiqhining g'oyasi nima? Nishoni, tub nishoni nima? Desa, bunun nişanı ma'rifatul ahkamil ameliyye min adilleti şer'iyye. Yani şer'i delillerden amelge ait hükümlerini biliş, ma'rife. Maksat mı şu? Bunun maksat şer'i delillerden amelge ait hükümlerini biliş. Ve temekkunu min istinbatiha minha. Evvelen biliş ve şer'i delillerden amelge ait hükümlerini istinbat kılıp, yani amelge ait hükümlerini elip çıkırışka kadir buluş. İki nişanı var. Biri biliş. Şer'i delillerden amel hükümlerini biliş. Şer'i delillerden elingan amelge ait hükümlerini biliş. İkincisi şu, şer'i delillerden şu amelge ait hükümlerini istinbat kılıp elip çıkırışka kadir buluş. Bu iki faydası var. ولما كانت الأدلة الشرعية أربعة أمد شرعي دليل تد ولما كانت الأدلة الشرعية أربعة شرعي دليل تد بوغلق üçün وجب أن يبحث عنها. Bu 4 tane şer'i delil hakkında tekşürüş elip verilişi vacip oldu. Neymiş kadise? لِيُعْلَمَ بِهِ طَرِيقُ تَخْرِيجِ الْأَحْكَامِ. Bunun bilen hükümlerini çıkarışının yolu bilinişi için. Hem de şu hüküm biz ahkam ameli dedik mi? Şu ahkam amellerini çıkarışının yolu bilinişi için biz muşut
dalil haqida alohida izlanish olib berishimiz vojib bo'ldi. Shuning bilan biz eng avval qadamimizni nimaga oldik? Mushu 4 dalil haqida. 4 dalil haqida izlanishga oldik. Endi al-bahsul avval, birinchi tekshirish, izlanish fi kitabillahi taala. Alloh taolaning kitobi haqida. Bizda 4 dalilni al-kitob, sunna, ijmo qilishlikma, kitob haqida izlanish olib boramiz. Ta'riful kitob. Kitobning ta'rifi. Xo'sh, endi bu kitob degani bizning kitob degan gap umumiy ism asli. Kitob desak bu har qanday bir shu ishga tirib xutumusi va ishga muqobisi va ichida varaqi va xat yozilgan kitobning hammasi kitob. Kitob bo'lib yuradi. Ammo al-kitob yani al-kitob yani alif lam al-ta'rif va al-ta'rif bilan bo'lgan al-kitob. Bu kitob usul fiqhi istilohidagi kitob yani. Bizning al-kitob deganimiz usul fiqhi istilohidagi kitob. Demak, agar bu usul nahvidagi emas, nahv qoidasiga emas. Nahvida al-kitob deb kelsa, hamma bilan kitobi Sibaviyni ko'z tutadi. Al-kitob deb kelsa mutlaq hammadan ikki xos kitob deydi u kitobi Sibaviy. Sibaviyning kitobi deb bo'ladi. Agar fiqhidagi kitob emas biz demoqchi bo'lamiz. Fiqh istiloh fiqhidagi kitob al-kitob deb kelsa muxtasar Quduriy deydi. Al-kitob qala fil kitob deb keladi. Fil kitob degani ya'ni muxtasar Quduriyninki al-kitob deb ataladi. Ammo usul fiqh qoidasiga al-kitob degan ya'ni o'z qaysi desa al-kitob huwa al-Qur'anul munazzalu ala Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu naqlan mutawatiran bila shubhatin fihi. Mana bu shu nimaning kitobning ta'rifi. Kitobning ta'rifi. Kitob deganimiz bu Qur'ondir. Bu hamma kitob emas. Shu kitobdan ichidagi Qur'ondir. Ma birinchi. Al-munazzal ala Rasulillah. Rasulullohga tushirilgan, ya'ni Rasulullohga tushirilgan kitob degan gap. Ya'ni demak, andavandan keyin maqaytilan osmonda samoviy tushgan boshqa kitoblar hammasi chiqib ketadi. Asli Qur'on degan gapdan Rasulullohga tushirilgan degan gapni demasa bu Qur'on degan faqatlam nimaga tushgan, Rasulullohga tushgan Qur'on ismli kitob boshqa payg'ambarlarga tushmagan demasa bo'ladi. Ammo nima ishqimani munazzal ala Rasulullohni keltirdi desa, chunki Qur'on deganning yana bir ma'nosi maqru degan ma'nosi bor-da. Qur'on degan masdar. U chaqda Qur'on degan Qur'on ism bo'lmay, maqru ma'nosi qolsa o'qiladigan kitob degan bo'lsa, o'qiladigan kitob va Rasululloh tushirgan deb qaydni ashunda ehtimol qilib qolgan maqaydni qayd ta'kid qilib, buni qayd ihtiroziy qilmay, qayd ittifoqiy qilib keltirib qo'ydi. Al-maktubu fil masahif. Endi mushaflarga yozilgan degan gapdan bu qayd nima uchun keltirdi desa, chunki mushaflarga yozilmagan bir muncha qiroatlar bor. 10 xil qiroatning ichida boshqa shoz qiroatlar bor. Osman radhiyallohu anhu butun sahobalarning shu Qur'on to'plovchi sahobalarga bu vaqtda shu shoz qiroatlarni nimaga yozmaslik, kirgizmaslikka, Qur'oni Karimga shu ikki muqovasini kirgizmaslikka, faqat shu mutavotir bo'lgan shu qiroatlarni ham kirgizishga buyurgan edi. Shu sababdan shoz qiroatlar mushafdan ichiga yozilmagan, shuning uchun alohida bu ishni mushafdan ichiga yozilgan deb keltirib qo'yishga sabab shu. Al-manqulu anhu munaqlan mutawatiran. Payg'ambar alayhisolamdan mutavatir holatlarda naql qilinib keltirilgan. Demak, bila shubhatin fi unda hech bir shubha bo'lmagan. Chunki bila shubhatin fi degan bu qayd ittifoqiy. Mutavatir kelgan narsada hech shubha bo'lmaydi. Mutavatir degan nima desa mutavatir degan, ya'ni yolg'on bo'lishiga hech bir imkoniyat, mumkinchilik bo'lmaydigan darajada bir to'p jam'un an jam'in yani bir to'p kishilarga o'tgan bo'yla naql qilib kelgan so'z, xabar mutavatir deb ataladi. Bu shunday mutavatir holatda kelgan so'z Qur'on kitob bu nima kitob deb ataladi. Demak, bundan shoz qiroatlar chiqib ketadi. Mushafga yozilmagan qiroatlar chiqib ketadi. Undan keyin Payg'ambar alayhisolamdan boshqa payg'ambarlarga tushgan samoviy kitoblar chiqib ketadi. Hammasi Qur'on Karimniki. Endi bu Qur'on Karimning boshqa kitoblarda, ulumul Qur'on kitoblarida al-mu'jizu bi aqsari suvari. Bizning eng qisqa so'z bilan boshqa butun maxluqotlarni jam e'lon qilib ojiz keltirgan bunda kitob deb bunda ta'rifni qilib qo'ydi. Usul fiqh bizda usul fiqhda u bizga kerak emas. Ya'ni ta'rif bor to'g'ri, lekin usul fiqhda biz u tarafdan, ya'ni balog'iy tarafdan
tadqiqot qilib olmaymiz. Biz faqatlam bizga kerak bo'lgan deyarli mushular mana. Bizda usul fiqhida mutavatir, mashhur, ahad taraflarini bekrak ko'z tutamiz usul fiqhda. Hadis yani Qur'onning va hadisning mutavatir yo'ldan kelganmi, mashhur yo'ldan kelganmi, ahad yo'ldan kelganmi. Shularga bekrak hukm chiqarish jihati shularga bekrak ko'ngil berganligimiz uchun usuliy ta'rifimiz bor. Tushundingmi? Xo'sh. وأجرى الأصوليون في كتاب الله تعالى وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 تقسيمات. Usul şunaslar Allah Teala'nın kitabında ve şunundaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde 4 taksimni cari kıldı. 4 taksimni elip bağdı dedi. Yani yahsulu minha 20 kısmen. Onun 20 kısım hasıl bulduğun 4 taksimni elip bağdı. Hem de ben tüngenki dersimizde en destekli 4 taksimni oturup adam ne derdim? Bu kim? Kadı Abu Zeyd el-Debbusi rahimahullah. Yani bunu tabii ki var. Lakin ulamda alayda 4 de bölmegen de. 4 bölmegen. Baş 4'ün de etkisi bilip koyduğunu Abu Zeyd el-Debbusi rahimahullah. Onu tekimi tertip sağını onun kim kegen Ali el-Bezdevi rahimahullah bilen Şemsül Eyme Selaksi rahimahullah'dan. Hoş emdi biz şu derslik umumi 4 taksim kaidesi boyunca umumi taksimatını söyleyemiz. Bunun 20 taksim çıkıyor. Bu 20 taksimde yeni bir köpesek 80 gibi vardı bu kısım. 80 kısımda inşallah Nurul Envar'ın ikinci kitapta da söyleyemiz. Lakin bu azıcık asasi kısım 20. Hoş emdi birinci bizde avlan taksim degan gapni taksim bilan qismni ayirishni bilish kerak. Bizda taksim deb bir so'z bor, qism deb bir so'z bor. Taksim degan bunda cho'ng jihatdan bo'linishi bu narsa. Mundaq jihatdan manchiga bo'linadi, andaq jihatdan manchiga bo'linadi. Ya'ni asos taksim degan bir e'tibor hada bunda. Bir narsa ma e'tibor bilan buning bo'linadi, ma e'tibor bilan buning bo'linadi. Bu o'xshash bir narsa. Lekin buniki ma jihatdan mundaq bo'linadi, ma jihatdan mundaq bo'linadi. Deymiz. Mesela kelime desek kelime degan nahv jihatdan 3 ga bo'linadi. 3 nahv jihatdan 3 ga bo'linadi. Nima? Masalan ism, fi'l, harf. Bu kelime degan so'z nima? Taqsim. Arabning kalami cho'ng jihatdan 2 taqsim bo'ladi. Arabning kalami kelime, kalam. Bu taqsim, kelime, kalam. Ama bu kelime nima jihatdan grammatik bir e'tibordan nahv 3 ga bo'linadi. İsim, fiil, harf. Bir itibarlı nahv. Ama o lügat cihatdan qarasak kelime degan söz degan gap. Onun kenedin ilibba cihatdan qarasak kelime deganda kaf, lam, mim tayin marbuta deb 4 harfdan tarkib topgan deymiz. Yani cihatlar o'xshamaydi, e'tiborlar o'xshamaydi. Bu intayin muhim. Endi xo'sh, biz usul fiqh bizga usul fiqhdagi yani kitap Qur'oni Karim 4 xil e'tibor bilan 4 taqsimga bo'linadi. 4 xil e'tibor bilan 4 taqsimga bo'linadi. Har taqsim 4 ga bo'linadi. Har taqsim 4 qismga bo'linadi. Yani demak qism taqsimning ichida. Qism taqsimning ichida. Har taqsim 4 qismga bo'linadi. Shunda olab bir taqsimda 8 qism bor. 3-chi taqsimda 8 qism bor. Şunun 20 kısım. Hammasi jami 20 kısım bo'ladi, 4 taqsim bo'ladi. Biz boshlaydi. Avvalan bi etibaril vada. Yani bizde hozir lafz var. Qur'on Karim deganda nima bir lafz. Lafz degan bir so'z. Amma har bir lafz deganning bir ma'nosi bo'ladi. Lafz degan bir ma'noga qo'yiladi. Ama endi shu lafzning ma'noga qo'yilishi jihatini bi etibaril vada deymiz. Shu so'zning ma'noga qo'yilishi jihatdan 4 ga bo'linadi. Anladım. Bu birinci taksim bir etibarlı vada bilen. Yani bir etibarlı vada itibarı bilen. Bunun da batıldı vucuhun nazm da batıldı. Vucuhun nazm da batıldı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki sözler ma'nilarga qo'yilish jihatda 4 qismga bo'linadi. Birinchi qism xos. Birinchi qism nima? Xos. Ikkinchi qism am. Uchinchi qism mushtarak. To'rtinchi qism muavval. Demek birinci taksim vucuhun nazm deb atiladi. Birinchi qism vucuhun nazm deb atiladi.
Bu nima itibar bilan bir itibar vada itibar bilan xos, am, mushtarak muavval. Ya'ni arab tilidagi bir so'zlarni, ya'ni Qur'oni Karimning so'zliklarining ma'nilariga qo'yilish jihatdan ya xos bo'ladi, ya am bo'ladi, ya mushtarak bo'ladi, ya muavval bo'ladi. Bu birinchi taqsim. İkinci taqsim bi'etibaril isti'mal. Bi'etibaril isti'mal. İkinci taqsimimiz isti'mal itibar bilan hamda. İsti'mal itibar bilan. Ya'ni shu lafzni, Qur'oni Karimning lafzini shu ma'nilarga, Qur'oni Karimning lafzini shu ma'nilarga nima qilish itibar bilan ishirtish. Shu Qur'oni Karimning shu so'zni shu ma'niga ishirtish itibar bilan yeni 4 qismga bo'linadi. Bu taqsimning ismi vujuhul isti'mal deb ataladi. Vujuhul isti'mal deb ataladi. Endi bu 4 qism bo'lsa qolsa, birincisi haqiqa, ikkinchisi majaz, üçüncüsü sarih, dördüncüsü kinoya. Haqiqa, majaz, sarih ve kinoya. Ma'u bu 4 qism. Üçüncü taqsimga keldik. Üçüncü taqsim bi'etibaril vuduh vel khafa. Üçüncü taqsim bi'etibar al-vuduh vel khafa. Yani bu ne atıldı? Vucuhul bayan da atıldı. Yani hem de şu sözlüklerden, şu malum sözlüklerden bir koyulduğun oldu, ma'nilar koyulduğun oldu ve bunu malum sözler, malum ma'nilarga işirtiliş cihetten haqiqa majaz salih kinoyada bo'lgan bo'ldi. Hem de şu malum sözlerden şu malum ma'nilar ba'zida intayin uchuq, ro'shan holda chiqadi, aniq holda chiqadi, ba'zida yepiq, mujmal holda chiqadi. Endi mushu uchuqliq, mushu yepiqlik o'xshamaydi. Bu kulli mushakkak. Kulli mushakkak. Xuddi tamning oqligi, qog'ozning oqligi o'xshamagandek, kiyimning oqligi bilan sutning oqligi o'xshamagandek, oq, hammasi bir oq, lekin darajalar o'xshamagandek, ma'nisi oshkora, darajasi o'xshamaydi. Ma'nisi maxfiy, darajasi ham o'xshamaydi. Bunday jihatdan 8 qism bo'ladi. Yani vucuhul bayan deb ataladi. 3-chi taqsim ismi vucuhul bayan deb ataladi. Bu bayan bunu usul shashi bilan mutaqabilat deb atab qo'ygan. Usul shashi mutaqabilat, ya'ni 4-4 qarama-qarshi keladigan qarama-qarshilar deb atab qo'ygan. Bunun birincisi vadihut aqsam, vadihut dalalah deb ataladi. Bu aqsam, vadihut dalalah deb ataladigan birincisi nima? Birincisi zohir, nas, mufassar, muhkam. Zohir, nas, mufassar, muhkam. Bular vadih aqsam, vadihud dalalah deb ataladi. Endi vujuhul bayan taqsimidagi ikkinchi bunun qarama-qarshisi bo'lgan. Ikkinchi qismi qolsa bo'lsa aqsam xafiyud dalalah. Ular birinchisi xafiy, mushkil, mujmal, mutashabih. Xafiy, mushkil, mujmal, mutashabih. Bu hammasi vujuhul bayanniki 3-chi taqsimdagi 8 tane qismi. 3-chi taqsim 8 qismga bo'linadi. Biri nima? Vadihud dalala, ya'ni biri xafiyud dalala. Deb bi'etibaril vuduh vel khafa, ya'ni buni e'tibori ro'shan chiqish va maxfiy chiqish holatda 8 qismga bo'linadi. Shuning bilan bu 3-chi taqsim tugadi. Demak biz 16 bo'lib bo'ldi hozir, 16 qism bo'lib bo'ldi. 4-chi taqsim ham 4-chi taqsim vujuhul istidlal. 4-chi taqsim 4-chi taqsim ham shu dalalat e'tibori bilan, ya'ni istidlal e'tibori bilan biz Qur'oni Karimdagi ba'zi ma'lum ma'nilarga qo'yilgan shu lafzlarni dalil tutib, shu hukm elish e'tibori bilan. Shu lafzlarni dalil tutib, shu lafzlar orqali hukm elish jihatdan 4 ga bo'linadi. Bu shuni dalil qilish, vujuhul istidlal deymiz. Bu jihatdan 4 ga bo'linadi. İbaratun nas, isharatun nas, dalalatun nas, iqtidaun nas deb 4 ga bo'linadi. Endi biz 4 taqsim bo'lib bo'ldi. Hammasi o'sha 20 bo'ldimi? Endi shu bizdagi shu istidlal bizning Hanafiy mazhabimizda 4 xil yo'ldan bo'ldi faqatlam. Bir Qur'oni Karimning oyatlarida biz dalil tutishimiz, dalil elishimiz, dalil qilishimiz ya bir oyatda ibaratun nasning iborati bo'ladi. Eng kuchlisi. Ya isharatun nasning isharati bo'ladi, ikkinchisi. Ya dalalatun nas, uchinchisi. Ya iqtidaun nas, to'rtinchisi bo'ladi.
Bunun ziyade beşincisi yok. La hamise laha. Yani mesela mefhumul muhalefe de bir gap var. Şafii mezhebinde. Bizim mezhepte yok. Mefhumul muhalefe istimsak istidlal fasit. Bizim mezhepte. Bunlardan biz delil tutuşu bulmayız. Bizde fakatlam delil tutulgan esen ve ibadatun nas, şeratun nas, dalaletun nas, iktidarun nas. Şunun delil tutalayımız. Hem de cami kısım, 20 kısım oldu. Hem yine bizde 5. bir 4 tanesi var. 5. 4 tanesi var. Bunu kin kitaplar deyimiz. Bu her bir kısımga yine 4'tün kıtılıyordu. Her bir kısım 4'tün kıtılıp 20 kısım 80 ge, 22 artı 8. 80 kısım olup kalıyordu. Her birisi kirdiğin 4 kısım var. Bunu inşallah bunun kin kitabı deyimiz. Andavanda bugünkü dersimiz şeyde ahirlaştı. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve rahmetke ya erhamer rahimin.